Bir eshitilyaptimi? Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Alimar va bugun YouTube'dagi birinchi videoyim. Bugun sizlar bilan hozirgi kunda Koreyaning eng mashhur joylaridan bittasi, ya'ni qayergadir borib ko'ramiz. Qisqasi bu sir. Sizlar oxirigacha kuzatishda davom etinglar, like bosinglar. Qisqasi shu kunlarda koreyslar va chet ellar o'rtasida juda ham mashhur bo'lib ketdi bu joy. Bugun 20-dekabr. Yomg'ir bo'lishiga qaramasdan bugun o'sha joyga borib sizlarga ko'rsatmoqchiman o'sha joyda. Qiziq bo'lsa oxirigacha ko'rasizlar. Qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Hozir bu meni mahallam. Koreyada har xil uylar bor, mahallalar, baland binolar ham bor ekan. Bunaqa Tantok Chutek deydi. Oddiy hovli uchastka uylar ham bor. Seulda. Qisqasi hozir uyimdan chiqdim. Uyimdan o'sha joygacha navigatordan qaragandim. Ikki xil yo'l bor ekan, avtobusda ekan, metroda. Men metroni tanladim. Metroni tanlaganim sababi sizlarga metrodagi nimalar bor, metroda ekan sizlarga bir necha foydali maslahatlar berishga harakat qilaman. Qisqasi uyimdan metrogacha 1 minutlik yo'l. Uzoq emas. O'zi keldim. A few moments later. Qisqasi bolalar, metroga tushdim. Hozir metroga kutib turibman. Hozir kutish davomida sizlarga zo'r maslahat aytmoqchiman. Yangi kelganlarga asosan bu Koreyaga yangi kelsangiz transportga to'lov juda ko'p chiqib ketadi. Masalan, siz o'qishda yoki ishda ishlaydigan bo'lsangiz, har kuni boradigan joy bo'lsa, Seulgacha kerak bo'lsa $100 chiqib ketishi mumkin-da. Shuni kamaytirish uchun sizlarga zo'r maslahat aytmoqchiman. Qisqasi bunaqa karta olsanglar, Credit card bu degan 3000 wonmi shunaqa sotadi. Oyiga 62000, 65000 va 55000lik tariflari bor. U tarifdan foydalanishni sizlarga o'rgataman. Qisqasi agar 55000lik won xohlaydigan bo'lsangiz, bu degani diskount, ya'ni xarin chegirma qilib beradi bu приложениеda ID kartangiz yoki bu kartani nomerini kiritib registratsiya qilsangiz bo'ladi. Registratsiya qilgandan keyin sizga 55000 wonga tushadi bu narsa. Agar siz 62000 ga 65000 won oddiysidan foydalanadigan bo'lsangiz, 62000 wonligi bu shunchaki avtobus bilan metroga Seulgacha agar 65000 wonga qiladigan bo'lsangiz, bu sizda Seul ichidagi velosiped Hongkong tarafdagi kemalardan foydalansangiz bo'laveradi. Bepulga 1 oycha. Shunaqa afzalliklari bor. Agar siz Koreyada bo'ladigan bo'lsangiz, bunaqa karta olsangiz, sizni pulingizni deyarli 40-50% tejab qo'ysangiz bo'ladi degan maslahatman. Men keldim. Hozir 7-liniyadaman. Metroga chiqibman. Metroga chiqamiz, keyin sizlarga videoni davom ettirishga harakat qilaman. Qisqasi bolalar, hozir men metrodan tushdim. Hozir boshqa yo'nalishga chiqishim kerak, ya'ni 2-liniyaga. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Ungacha metroda video ololmaganimning sababi, metro juda ko'p odam bo'lgani uchun yurishga rosa qiynaldim video olishga. Umuman hozir boradigan joyimizga oz qoldi. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa Koreyadagi bunaqa tartibli nima deydi, qatorlar. Agar sizga tezroq zinadan chiqib ketish ma'qul bo'lsa, bu tarafdan, ya'ni bu tarafdan yurib, agar sizga eskalator kerak bo'ladigan bo'lsa, bu tarafga turib qator bo'ylab yurishingizga to'g'ri keladi. Navbatga yozib qo'ygan o'zi. Keo tilga no deb yozib qo'ygan. Bu degani o'zbek tilida quvib o'tish deydimi? Avgon deganga o'xshagan so'zdaqa. Yo'lda kesib o'tish yo'q degan ma'noni bildiradi.
qisqasi Koreyada shunaqa madaniyat bor. Ya'ni buni hech kim o'rgatmaydi sizga. O'sha yoshlikdan odamlar shu narsani ko'rib, yoshlikdan o'zlari shu narsani qiladi. Bu sizga hozir bu ta yo'ldan yuribsan deb anaqa ham qilmaydi. O'zingiz bilib shunaqa qilishingiz kerak. Ko'rishingiz mumkin. Sas tepaga chiqib ketyapti. Eskalator yarimi. Qisqasi yarimida shunchaki yurib ketadigan odamlar, keyin yarimida to'xtab turadigan odamlar bo'ladi. Shunaqa. Sizlarga yetib borganimdan keyin ham videolar qilishga harakat qilaman, lekin metroning ichida iloji bo'lsa kuzatishda davom etinglar. Qiziq bo'ladi. Qisqasi bolalar, men joyga keldim. Ko'rishlaring mumkin. Qayerligini o'z topib bo'ldilar shekilli. Qisqasi bolalar, ko'rikka kelganman. Bu yerda hozir sizlarga hozirda juda ham mashhur bo'lib ketgan joyga kelaman. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Qisqasi bolalar, men o'sha joyga keldim. To'g'risi adashib qoldim ichkarida, juda katta. Keyin resepsiyonga borib so'radim, qayerdan kirsa bo'ladi. Ular ko'rsatishdi. Hozir sizlarga ichkarini ko'rsataman. Qisqasi mana sizlarga hozirgi kunda odamlar birda yaxshi ko'rib borayotgan joy. Tayyormisizlar? Hozir ichkaridan ko'rsatishga harakat qilaman. Odam juda ko'pligi sababli ko'rsatishga qiyin bo'lyapti, lekin hozir pastroqqa tushib sizlarga atrofni ko'rsataman. Juda chiroyli. To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zim birinchi marta kelganman. 2 yil davomida birinchi marta keldim, lekin hozircha ko'rinishi zo'r. Qani ko'ramiz ichkarini. Odam juda ko'pligi sababli eskalatordan tushyapmiz. Deb bu tacib ochirib qo'yib. Videoga olmayapti qisqasi. Eskalator ishlamayapti ekan, lekin o'shanga xavfli deyapti. Video ketsang xavfli, o'shaning uchun olmay deyapti. Maqli. Mana bo'lsa ham pastdan olib ko'rsataman. Qisqasi kelgan joyimiz. Koreyadagi eng katta kutubxona. Bitta gapni aytadigan bo'lsa, g'ayrioddiy mahsul. Chunki bu yerda milliondan oshiq kitob bo'lsa kerak. Kamerada kichkinaroq ko'rinyapti, lekin bu juda ham katta joy ekan.
boshqa taraflariga ham borib, mana borligini sizlar bilan ko'rsataman. 잠시만요. Ko'rishlar mumkin, juda ham chiroyli. Kamerada qaysi darajada ko'rsatib berilyapti bu narsani bilmadim, lekin juda ham chiroyli. Deyarli chet ellik ekan bu yerda, hozir 70% adashmasam chet ellik, koreyslar ko'p, har xil joydan kelgan. Ayniqsa shu joyni ko'rgan. Koreyslar ham aytayapti, odamning ko'pligini qaradi. 여기 에스컬레이터 위에 계신 분들 사진 찍지 마세요. 사진 찍지 말고 내려오세요. Eskalatordan foydalanadigan odamlar rasmga tushmanglar deb aytayapti, tushuntiryapti. Ikkinchi etajiga chiqib boryapmiz. Stoplar. Tayyormisizlar? Agar sizlar tayyor bo'lsalaring, hozir ikkinchi etajdan qanaqa ko'rinishini sizlarga ko'rsataman. Odam juda ham ko'pligi sababli video olish juda ham qiyin bo'lyapti. 답답해요? 조금 앞으로 가자. 저 안으로 더 들어가면 안 될 것 같아요. 나 와서 봤어. 이 별이 되게 예쁘다. 우리 집에서 살고 싶네. Agar koreyslarni gapini eshitadigan bo'lsangiz, oldinlari bunaqa odam ko'p emas edi. Nimaga deb bir-biriga savol berib o'tib ketyapti. Shu kunlarda rostdan ham bu joy chet elliklar koreyslar ichida juda ham mashhur bo'lib ketdi. Shu bir oy ichida. Hozir ichkarida odam shunaqa ko'pligidan tashqari tarafdan olishga harakat qilaman sizlarga. Bugun bilmadim, metroda ham, kutubxonada ham juda ham odam ko'p. Keyin yana bitta qiziq fakt sizlarga. Bu yerga odamlar kitob o'qish uchun emas, bu yerda ko'rish uchun keladi. Shunaqa yaratilgan.
ko'rishinglar mumkin, juda ham odam ko'p ichkarida. O'zim yolg'iz kelganim uchun o'zim ham. Qisqasi odam juda ham ko'pligi sababli chiqishga harakat qilamiz, endi ketamiz. Shu bilan bugungi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetadi degan umiddaman. Qisqasi bugun qo'ldan kelgancha video olishga harakat qildim. Lekin odam ko'pligi sababli sizlarga yaxshilab ko'rsata olmadim. Lekin keyingi videolar qanaqa mavzuda bo'lishini xohlaysizlar, kommentda yozib qo'yinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Xudo xolasa sizlarga yaxshiroq kontent qilishga harakat qilaman bundan tashqari. 잠시 나가자.